Samomoyka biznesida ushbu xatoni qiladigan bo'lsangiz, bu xato sizga ancha qimmatga tushishi mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Yana bitta mijozimiz ham o'zlari перегородкalarini tayyor holatga olib kelib qo'yishgan, lekin kanalizatsiya tizimida sayozroq qilib qo'yishgan. Biz ularga yechim berdik, ya'ni 30 sm ga 30 sm chuqurlikdagi kanalizatsiya tizimini ochdi. Keyinchalik agar qiynalmayman deydigan bo'lsangiz, xuddi siz ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda 30 sm eniga 30 sm ichiga chuqurlikdagi latoklarni qilishinglarni tavsiya beramiz. Ushbu samoykamiz ham yo'lda bo'yida joylashgan bo'lib, 10 dona boksda o'zini ichiga sig'diradi. Перегородкалari tayyor bo'lgan. Tepadagi shlankalarni ham konsullarni uстановка qilib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Tayyor qilib konsullarni uстановка qilib qo'yganmiz. Shlankalarimizni shunaqa holatda ertaga shum ovozi chiqmaydigan qilib, qishda muzlamaydigan qilib uстановка qilib ketamiz. Qozonxonalarga keladigan bo'lsak, 6 metrga 6 metrli qozonxona, shu 10 dona samoykamizni motorlari, shitlari, suv bachoklari turishga mo'ljallangan bo'ladi va akkuratniy holda bu tomonida 5 ta, bu tomonida 5 ta motorlarimizni sig'dirishga mo'ljallangan. Agar sizga ham sifatli tarzda samomoyka ustanovkasi kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar bilan bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Sizga ham ideal sifatdagi samomoykalarimizni ustanovka qilib beramiz.